Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana ko'rib turibsizlar, bugun Hayit bayrami. Hamma Londondagi O'zbekiston, Birminghamdan kelganlar bor, Leedsdan kelganlar bor, shu yerdan shuncha yo'l yurib kelganlar bor. Alhamdulillah birinchi bu bor shu Angliyadagi o'zbeklarni yig'ib bir Hayit bayrami qilyapmiz. Bu Al-Xorazmiy markazini ochdik. Inshaalloh bu davomli bo'lsin. Mana ovqatlar shirin ovqatlar pishyapti. Va ichkarida chiroyli joylar qilindi. Bolalarga mana muzqaymoq bu rostakam Hayit qilib kutmoqdamiz. Inshaalloh maqsadimiz shu bolalarni ta'limi bilan shug'ullanish, inshaalloh bir masjid qilib, bir madrasa qilib, ularga ilm, dunyoviy ilm ham diniy ilmlarni o'rgatib, o'zimizning urf-odatlarimizni o'rgatib, inshaalloh bularga ta'lim berish. Shu maqsadimiz bo'yicha bizani ko'p yordamchilar bo'lishdi. Mana Alloh rozi bo'lsin, powerlarimiz hamma xizmatda bo'ldi. Alloh hammadan rozi. Studentlar kelib bizga yordamlashdi va bizga ko'p odamlar alhamdulillah bizani qo'llab-quvvatlashyapti va bu narsa davomli bo'lsin. Mana kelinglar inshaalloh o'sha masjid ochganimizda hammanglar kelasizlar. Bu davomli bo'ladi. Yana hayitlarni birgalikda o'tkazishni nasib qilsin. Rahmat. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bunday bayramlar Londonda birinchi marta bo'lyapti. Bunaqa bayramlarni ko'proq bo'lishini xohlaymiz. Hammaga bayramlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Mana bugun Londonda biz Hayit bayramini nishonlaymiz. Ajoyib bir muhitda bo'lyapti. Keling sizga qisqa qilib muhit bilan ko'rsataman. Mana mashalloh shuncha bolalar kelishgan bu yerda. Alohida bir muzqaymoq van bor. Marojxonada mana bu yoqda bir ko'rsangiz. Shuncha bola kelgan mashalloh. Hayit bir fayzli joy shu yerda desak bo'ladi. Bu yoqda bizning oshpazlarimiz bor, ular osh qilishyapti, har xil turli ovqatlar bo'lyapti. Somsalar, mantilar, mastavalar, ham o'zimizdan milliy ovqatlar. Keling chiqarib ko'rsataman. Ular erkaklarga alohida qilingan. Mana mantilar. Sherzodga bitta qarang. Mantilar qarang. Ya mashalloh. Ketdik bu yoqqa. Keling qarang. Ichkarida to'g'ridagi zalimiz ayollar uchun maxsus. Bunda bu yoqdan o'tsak bo'ladi, keling. Anaqa, bu yerda erkaklarga joy qilingan. Alohida. Va u yerda maxsus namoz o'qishga imkoniyatlar bor. Keling bu yoqqa. Bu yerda yana ayollar uchun ham va yosh bolalar uchun ham alohida shunaqa zal qilingan. Bu yerda aralash. Bu yerda ko'p odamlar xizmatda hozir aka. Keling. Bu yerda yosh bolalar xonasi. Bu yerda boshqa eventlar ham bo'lyapti. Bu yerda maxsus bolalar ular ham o'ynab, qilib yurishibdi. O'zimizdan asosiy joy qaytamiz. Mana shunaqa bizada Hayit o'qitib. Barchaga Hayit muborak. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hammani Navruz va Hayit bayrami bilan tabriklayman. Bugun Xudo xolasa Al-Xorazmiy tashkilotida Hayit bayrami bo'lib o'tmoqda va shu avvalambor Al-Xorazmiy tashkilotiga kattakon rahmat. Shunchalik qora akalarni O'zbekistondan olib kelishganiga, shunaqa zo'r biz uchun Londondagi studentlar, yashayotgan odamlarga tarabihlar, ma'ruzalar organizatsiya qilishgani uchun kattakon rahmat va undan ham tashqari kattakon rahmat bizning oshpazlarimizga Nodir aka va Ma'ruf aka. Rahmat kattakon, baraka topinglar. Xudo xolasa kelinglar, kutib qolamiz va bunaqa tadbirlar yana davomli bo'lishiga Allohim nasib qilsin. Rahmat kattakon, charchamanglar. Va do'st bo'ldinglar. O'zi Ramazonni bitta katta hikmat shunda. Endi shu yana tarqalib ketmasligi uchun nima qilinadi desa, mana ichida eng katta yoshligilar Omonul aka, Marg'oj aka, Dilshod aka, yana bir qancha yosh katta akalarimiz bor.
iloji bo'lsa shu bir oyda bir marta mana shunaqa yig'iladigan bo'lib olinglar. Va yig'ilishda albatta bizga oldindan e'lon qilinglar, mana qorakan, men qorakan. Falon kuni, falon soatga desanglar, o'sha kuni onlayn biz sizlarga dars o'tadi. Inshaalloh. Suhbat qilib beramiz. Shu kuni savol javob bo'lsa, mana xuddi qanday Ramazonda bo'lsa, biz sizlar uchun vaqtimizni ajratamiz. Inshaalloh. Ha, shunda yana ulfat paydo bo'ladi. Xo'p, rahmat domla. Kattakon rahmat. Kasal bo'lsanglar xabar olasizlar. Bir-biringlar xursandchiligi bo'lsa, sherik bo'lasizlar. Oyda bir marta o'qib tursa hech bo'lmasa. Baribir musofirsizlarda necha yil yashasanglar ham bu yerda musofirsizlar. Shunda ulfat paydo. Xo'p bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Inshaalloh. Bo'ladi. Mollarni ham olib keltiringlar. Ha. Qo'sa oson bo'lib qoladi. Ha. Mollar ham bir-biri bilan ko'rishganda o'z-o'zi gaplashib tursa. Ha. Biron savol bo'lganda sizlarga Yozib qo'ysanglar bu. O'shanda keyin so'rasanglar bo'ladi, joyiga oldinroq jo'natib qo'ysanglar ham bo'ladi. O'sha uchrashuv orqali bo'lsa, oson. Yana avvalgilik diskurs